Bu yerda 2 yil oldin o'zimiz bitta jiyanimiz davolanib ketgan. Abdulla. O'shalar tavsiya qilgan. Men ko'rsam taniyman. Gaplashdingiz o'sha kuni, siz gaplashdingizmi, kim gaplashdi, men bilan gaplashtirib qo'ydilar. Keyin gaplashdik. Shu tanida. Ko'rsam hamma bemorimni bilaman. Shu bizda davolangan bo'lsa ko'rsamki taniyman. Ismlaridan bilmayman. Lekin doim muloqotda bo'lishar ekan sizlar bilan. Gaplashib turar ekan. Sizlar hol-ahvol so'rab turar ekansizlar, yaxshimisizlar, qanaqa ketyapti deb aytib turishadi deb o'shada tavsiya Keyin qildim. o'g'lim qaytalanadi. 12 traynor mana. Traynor. Rossiyaga ishlaydi, Rossiyada ishlaydi. Faqat ehtiyotini qilib turibman. Ayada Yaxshi yurtgan. Yaxshi. Ashunga ixlosimiz. Ashqotdan nima qilganlarida tomirlar kirib ketibdi hamma. Sen ham bor dedilar-da. Men qo'shib davolangan ekan. Shu nima tomirlarim kirib ketdi. Sen ham bordan tomirlaring menga matbuotlarim juda chiqib ketganda, xolam aytdi, bor, pochchaniki nima bo'lib ketdi. Ashanga tuzalib kelishdi. Ilgari hech yo'qolmagandi. Menga necha shu xatligimda chiqqan bo'yicha qaytmadi, qildimmi, baribir qaytmadi. O'shaning uchun Yaxshi bo'pti. Bir yo'li men bizada bitta yutuq tarafi bor. Mana traynichi o'zi aytadi. Traynichilar bilan kelgan, lekin varikozini ham qo'shib davolab ketdi. Shunaqa imkoniyat bor. Bitta nima bilan ikkilamchi qolgan kasalliklarni ham davolab ketsa bo'ladi. Alohida kelib yurmaydi. Shunisi yaxshi. Mayli. Nimalarga allergiyalar bor? Hurmatxon opa sizda, Karomat opa sizda ham. Hozir o'sha ukoldan sizda shish bo'ldi o'tgan, aytyapsiz, nima ukolligini bilarmidingiz? Natriy xlor dedimikan. Natriy xlorga nimadir qo'shadi-da. Nimani? Uni mesestrada qizim qilgan. Uni men Bilmaydilar. Men bilmayman. Bilmayman hozir nimaligini. U qiladi, hamma yo'lda